Necha yildan beri rassomlik qilasiz? 25 yildan ziyod o'tib ketibdi-da. Savobi juda ham katta deyishadi. Buniki, Go'rkovdagi savobni eng kattasini siz olasiz. Bilmadim, endi uni Alloh biladi. Mayitni yuvishdi o'zlari yaqinlarda, yaqin a'zolarida, oila a'zolarida yuvishlik tavsiya qiling. Endi o'zi aslida o'zini o'g'illari yuvish kerak. Agar O'zi nevaralari yuvish kerak. Bog'si bo'lsa, nevaralari, ayollardan bo'lsa, o'zi qizlarni yuvish kerak o'zi aslida. O'zligini o'zi yuvgan ma'qulroq. Endi hozir haligacha 3,5 mingdan ziyod bo'lgan bo'lsa kerak, yuvilgan mayitlarim endi bo'lsa o'rta hisobida. Hammalar joylari jannatdan bo'lsin. O'zini farzlari bor, sunnat amal, mustahab amallari bor, u amallarga rioya qilish kerak. Yani, arab tilida g'usul degani, ya'ni cho'miltirish, ya'ni cho'milmoqlik degani, g'usulda 3 ta farz bor. Birinchisi og'iz yuvmoqlik, ikkinchisi burun yuvmoqlik, obdan hamma joyini yuvmoqlik. Va uchinchisi obdan biron joyga suv tegirmasdan, qoldirmasdan hamma joyini yuvmoqlik, bu 3 ta farz bor. Lekin arada sunnat amallari ham bor, mustahab amallari ham bor. Mayit aslida yotqirilgan vaqtda nima kiygan vaqtda g'assol tok kiygancha uning yelkasi qibla bo'lib turiladi. Uning yelkasi qibla qarab turiladi. G'assol kiygandan keyin yulayotgan ota oyoq qiblaga bo'ladi. Oyoq qiblaga bo'ladi. Keyin avratini o'zi yopiladi, yechintirilgandan keyin avrat qilinadi. Birinchi torat qilinadi. Mayit torat qilingandan keyingina endi g'usulda boshlanadi. Sababi birinchi qo'l yuvilgandan keyin og'iz yuviladi, burun yuviladi, keyin ketdi buyog'i bitta yuvilgandan keyin ketadi buyog'i. Qo'llar ketadi. Ikkita qo'l ketadi. Ikkita qo'l ketgandan keyin yonbosh bo'ladi. Oldin o'ng yonbosh, keyin chap yonbosh, arqalari hammasi yuvilib, asta tartib bilan pastga qarab boriladi. Pastga qarab borilgandan keyin o'ng oyoq ketadi, chap oyoq. Keyin oyoqqacha yuvilib bo'lgandan keyin oxiriga keyin u ko'tariladi, axlat tushiriladi. Ko'tarilgandan keyin axlat qorin sal bosgandan keyin axlat tushadi. Axlat Qullaga degan ustozim bor, u kishi shahardan kelib turadilar. Bironta mayitni tanasi yoqqa tursin, avratidan ozgina hech chiqsa sen gunohkor bo'lasan deganlar. U qiyomatga juda ehtiyot bo'lish kerak. Shu qo'llar oralig'ida suv biron joyga tegirilmay qolsa, u yaxshi emas. Shuning uchun 3 marta yuviladi. Birinchisi farz bo'lsa, ikkinchisi sunnat. Ikkita sunnat bo'ladi. Tahoratda ham shunday. Birinchisi farz bo'lsa, ikkitasi sunnat bo'ladi. Sunnat amallari bo'ladi.